Next'ga signal qo'yishni ustanovkasini o'rgatib beramiz shogird bolalar uchun. Next'ga заводской signali mana shunday bo'ladi mana. Bu qizilida pastdan to'k kelib turadi. Mana ikkovida ham. Qizilida pastdan to'k keladi, mono ikkovi yashilida roldan minus keladi. Через relay orqali keladi. Ana birdan bloy tayda kichkina mini relay ular mana shu yashil rangda minusga ishlaydi. Minus bo'lib roldan ham minus chiqadi, bu yoqqa ham minus keladi roldan. Через прямо kelmaydi. Next'da birdan ham ikkida ham shunaqa bo'ladi. Mini relay birdan bloy tay tomonida mini relay orqali roldan relaygacha relayga kuchaytirib minus keladi yana bu yerga. Endi mana zavod qo'llanishi plus dedim. Birdan atlanlar keladi salondan, hozir qizilidan oldindan ko'rsatib o'tamiz. Endi mana uni olib tashladik. Mana bu signal qo'yib berdik. Ustanovkasi relay bilan ustanovkasi zavod qo'ydi mana. Hozir aytgan simlarimiz mana. Yashil bilan qizillarni bitta qilib relayga uladik. 86 bilan 85 ga ulaganmiz relayni mana. Qizil ikkovini plusini relay 86 ga, yashilini ikkovini bitta qilib roldan kelishi mini relay orqali kelishini 85 ga ulaganmiz. 30 ni relay 30 ni mana sim tortganmiz. Bunday tortib turib mana akkumulyatordan plusidan olib kelganmiz. Через prodator orqali mana. Через prodator orqali relay 30 ga plus olib kelganmiz. Qo'shimcha kuchaytirgan dinam yurganda dinam to'kirib kuchaytirib beradi. Signalni ovozini balandroq qilib beradi shunda. Mana shu sim. Agar mo plus kelmay qolsa, 30 dan 86 ni olib qo'ysanglar ham bo'laveradi. O'zi kelmay topa olmay qolsanglar, mavodi mana shuni 30 dan olib qo'ysanglar ham bo'laveradi qiziliniki. Rolniki obязательно uzilib qolsa topasizlar, lekin signalni yo relaydan kelmay qoladi, yo yo'ldan uzilib qoladi, yo roldan o'zi tiridan tegmay qoladi. Yashili. Shuni istesizlar mana. Ikkita yashil bitta qilganmiz, o signalni uni signal yashillarini, qizillarni ham bitta qo'yganmiz. Bo'ldi mana. Relay ulanishi shu 87 si bo'lsa mana signallar 87 si relay shuni signalga chiqadi mana. Ikkita tomoni bitta ikkitadan til bo'ladi signalni mana. Bitta tilini mana buni ham bittadan tilini 87 ga olib qo'yamiz. Signal yana bittadan tilini mana bunisini bo'lib o'ziga qatirib olamiz massa qilib. Signalni bittadan massa, bittadan relaydan plus chiqadi. 87 dan chiqadi. Signal solganda 30 pastdan to'k kelib turadi, mo'nga kelib turadi. Birdan bilan qizilda 86 ga 85 roldan minus keladi. 87 dan plus bo'lib chiqadi. Mana signalga chiqyapti mana. Ko'ryapti turgan bo'lsa mana. Keyin bu pastdan tilida signal ikkovini pastdan tilida maga bo'libga mana simni olib kelib qatirganmiz. 10 sim ko'ryapti turgan bo'lsa 12 lik bo'lsa massani quzibdan olaveradi o'zidan. Bo'ldi. Endi salon tomonga o'tamiz. Mana salon tomonda aytgan signalga borgan yashil simimiz signal tiliga keladi mana rolga. Rolga kelib turib. Mana shu signal ketyapti turgan yashillarga через relay orqali mayda birdan bloydi. Tay tomonga o'z ko'rsatamiz uni ham. Mini relay bo'ladi. Mana uni minus tushadi. Mana korpusga tekisi, massaga tekisi tushadi. Mana shu minus bo'ladi. Mana bu rolni esda kelgan tilidan mana buni esda soladi. Ikkovi bittadan suqiladi. Mana bunisi bittasi massa bo'lsa, bittasi shu to'k mana. Shu ikkovi suqiladi. Ikkovi shtekir. Mana shtekir bittasi massa olyapti, bu korpusdan mana korpusdan olyapti mana rolni. Bunisi til orqali mana to'maloq til orqali bunga tegadi. Bundan keyin minus ketadi bosganda. Прямо signalga emas, через relay orqali ketadi. Bu Next'larda shunaqa, Next'da 1-2larda ko'p Lacetti boshqalarda ham o'sha relay orqali o'tadi, yo minus o'tadi, yo plus o'tadi. Bunda minus o'tadi, Damazlarda lekin unaqa yo'q, прямо boradi. Mana mayda. Mana shu pernat bo'lib bo'lsa, bu tay tomonida. Mana relaylarda, mana relaylar bittasi mana shu mini relaylar ko'ryaptigan bo'lsa, mana shulardan bittasi signalga bo'ladi. Orqasida simini ko'rsanglar, tushirib olib turib, mana buni tushirib olib turib. Mana shu mini relay mana yashil simi bor mana. O 87 sida ham bor, 86 sida. Roldan 86 ga yashil, bunda yashildan prямо uchadi. Mana relayga tushadi. Keyin relaydan 87 dan minus bo'lib relayga ketadi. Bu yerda kichkina mini relaydan 30, 86, 87, 85 bo'ladi.
85 pastdan to'ka bo'ladi. 85 pastdan to'ka, reli minus chiqarish uchun 85 pastdan to'ka bo'ladi. 86 roldan kelayotgan minus bo'ladi. 87si signalga ketish bo'ladi, minus chiqish bo'ladi. 30i pastdan minus bo'ladi. 30i. Shunda relidan minus chiqadi. Mana mini reli. Mana shu uni yashirsam, mana roldan minus tushib turib, shu yerga boradi. Shundan borgandan keyin bo'ldi. Bu minus sistemasini aytdik. Endi plus sistemasi hali qizil sim заводской signaldagi mana bo'ladi. Mana prodator mashinada turgan holatda bu ikkinchisi signalni prodatorda bo'ladi. Заводской deysa 1 2larda mashina 3-chi qatorda mana. Ikkinchisi mana shu ventilator bilan signalni prodator bo'ladi. Ventilator ishlamay qolgan bo'lsa ham заводской ulangan bo'lsa, ventilator ishlamasa, mana shu prodator bo'ladi. Mana power relay, mana ventilator relay, mana tumanli relay, mana o'si emulator relaysi, заводской emulator relaysi. Mana tepa tomondagi simlar mana. Bu emulatorga sim chiqadi buni. Mana rangdan ketadi 87 dan. 85 impuls keladi. Bitta minus ekan, bundan plus kelar ekan, impuls plus olib kelar ekan, minus tay tomondan kalit to'sa to'k bunda mana relay. Tepadagi kalit emulatorniki. Uni ham aytib qo'yapman birovni. Bo'ldi, shu bilan signalni ish tugadi. Ключатель qilsanglar ham uni ham ulanishi заводской holatda shunday ulaverasizlar. Montaj qilsanglar, ключатель qilib qo'yasiz, 85 ni olib kelib qo'yasiz. Signalni 85 ni relaylar tashqarida aytganimizni relaysini 85 ni shunday olib berasizlar. Mana roldan kelayotgan simimizni endi заводской signal qilib qo'ymasa, заводской ham unam ishlaydigan qilish uchun hech qanaqa o'zini заводской simlarga tegmaysizlar, o'zi solaveradi. Montaj qilib relay bilan plus minuslarni hamma ulab olib 85 ni ulamaysizlarda, prямо salonga olib kelasizlar. Salonga olib kelib turib, roldan chiqayotgan simni o'rtasidan qirqiysizlar. O'rtasidan shunday qirqiladida, bu roldan ketayotgan tomonni ключатель 3 talik ключатель bo'lsa, o'rtada oyog'i yo'laysizlar. Bu chekasiga заводской ketishda uzgan simingiz ketishini ulab qo'yasizlar. Keyin yana bitta qo'shimcha signalingizni bu chekasiga ulab qo'yasizlar. Shu bilan ustanovka bo'ladi. Qo'shimcha ключатель qilib bering desa, shunday qilasizlar. Agar shu uyog'ini hozir tushuntirmayman, uni qo'shimcha qilganimiz yo'q. Biz signalni o'rniga almashtirib berib soladi endi. Shuning uchun shunaqa qilasizlar. Mana bu simni qirqasizlar. Roldan kelayotgan tomonni ключатель 3 ta ключатель ko'rsanglar, Damazda ham hamma mashinada o'rtaga ulasizlar. 80 bir tomonni ключатель bir tomonni ketishiga ulab qo'yasizlar. Qirqagan signalga bir tomonni o'sha qo'shimcha signal 85 relaydan endi olib kelib turib, shunga ulab qo'yasizlar. Keyin roldan bir tomonga ключатель bo'lsa, roldan cholaveradi. Yana bir tomonga qilsangiz o'ziniki cholaveradi. Shu bilan bo'ladi. Signal sistemasi bo'ldi. Neyse 2-1 qolgan mashinalarda ham shunday ulanadi. Qolgan hamma mashinalarda ham shunday qilsanglar ham bo'laveradi. Signal qo'yish ustanovka shunaqa bo'ladi. Shogird bolalar uchun video lavha.